GR 5500. Bu maxluq kattaligini qaranglar. Umumiy og'irligi 74 tonna, uzunligi 16,5 metr, bo'yi 480, eni 4,5 metr. Qoyil misli akalar. Juda ham katta. Balonni qaranglar, balonni kattaligini yonida men qaranglar. Mana bo'yim 180, men bilan pashti teng, mendan ham balandroq. 447 kilovat dvigatel bilan jihozlangan. To'liq obzor uchun, shuncha mehnatimiz uchun like bosib, bu videoni texnikaga qiziqadigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta texnika. Reflektorni qaranglar, kattaligini. Ko'ryapsizlarmi? Orqadagi radiatorni, ventilyatorni qaranglar. Juda ham katta maxluq bu. Yonidan вообще katta ko'rinyapti. Sizlarga endi kamera yetkazib beryaptimi bilmayman. GR 5500 model. Akalar mana greyderni salonni ko'rsataman. Qiziq akalar. Bu audio sistemasi bilan jihozlangan. Bu yerda radiolarni ko'rishingiz mumkin. Salon sizlarga to'liq obzor, bitta xonaga o'xshaydi. Bir xonali uyga o'xshaydi. Bu yerda faqat monitor, hammasi to'liq tabu, elektronnik. Texnika qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga ham olib borib beramiz. Hali menimcha O'zbekistonda sotilmagan bu texnika. Birinchilardan bo'lib olishingiz mumkin. Yo'l quradigan puli ko'p akalarim. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Texnika Advance Service kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar. Texnika Advance Service har doim xizmatingizda.